Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuga bag'ishlanadi. Ayniqsa 62 yoshdan oshgan barcha pensionerlarimiz va ularning oila a'zolari uchun bu ma'lumotni bilish mutlaqo zarur. Gap shundaki, pasportlarga oid yangi qoidalar joriy etilmoqda va bu sizning kundalik hayotingizga, pensiya olishingizga, hatto mamlakat ichida harakatlanishingizga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun qimmatli bo'ladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, shunda bu muhim ma'lumot imkon qadar ko'proq insonga yetib boradi. Xo'sh, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, shu haqida batafsil gaplashamiz. Ilgari ko'pchiligingiz bilganingizdek, O'zbekiston fuqarolarining pasportlari odatda 16 yoshda berilib, 25 yoshda, keyin 5 yoshda almashtirilardi. 45 yoshdan keyin esa ko'p hollarda pasport muddatsiz hisoblanardi. Ya'ni agar siz 45 yoshdan oshgan bo'lsangiz va pasportingizni 3 yoshda almashtirgan bo'lsangiz, uni qayta almashtirishga hojat yo'q edi. Bu qoida ayniqsa pensionerlar uchun juda qulay edi, chunki ular uzoq muddat deyarli umrining oxirigacha bitta pasportdan foydalanishlari mumkin edi. Faqatgina pasport yaroqsiz holga kelganida, masalan, yirtilganida, ranglari o'chib ketganda yoki uni yo'qotib qo'yganda yangisini olish zarurati tug'ilardi. Boshqa holatlarda yoshi katta insonlar pasport masalasida ortiqcha tashvish chekishmasdi. Bu holat albatta o'zining qulayliklariga ega edi. Chunki odamlar hujjatlar bilan bog'liq ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos bo'lishardi. Ko'plab odamlar eski yashil rangdagi pasportlar bilan ham davlat idoralarida, banklarda, pochta bo'limlarida muammosiz xizmat olishardi. Hatto chekka qishloqlarda pasportining muddati rasman o'tgan bo'lsa ham, ba'zi idoralar bunga e'tibor bermasdan xizmat ko'rsatish hollari uchrab turardi. Asosiysi, pasport egasining yuzini tanib bo'ladigan holatda bo'lsa kifoya edi. Ammo hozirgi kunda vaziyat butunlay o'zgardi. O'zbekiston fuqarolarining pasport tizimi to'liq ID kartalarga o'tkazilmoqda. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, 2020 yil yanvardan boshlab biometrik pasportlar o'rniga zamonaviy ID kartalar berila boshlandi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shundaki, eski namunadagi biometrik pasportlarning amal qilish muddati cheklangan. Boshqacha qilib aytganda, ilgari 65 yoshdan keyin muddatsiz bo'lgan pasportlar endi ma'lum bir muddatdan so'ng o'z kuchini yo'qotadi. Hukumat qaroriga ko'ra 2011-2020 yillarda berilgan biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvargacha. Eski namunadagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlar esa 2022 yil 1 yanvargacha amal qildi. Bu degani, agar sizda hozir ham eski yashil kitobcha pasport bo'lsa, u allaqachon yaroqsiz hisoblanadi. Agar sizda biometrik pasport bo'lsa, u ham ma'lum bir muddatga, ya'ni 10 yilga berilgan bo'ladi va 2020 yilga kelib bu biometrik pasportlar ham butunlay yaroqsiz holga keladi. Asosiy e'tibor 62 yoshdan oshgan fuqarolarimizga qaratilishi kerak. Chunki ularning pasportlari ko'pincha uzoq muddat oldin olingan bo'ladi. Demak, bugungi kunda har bir fuqaro yoshidan qat'i nazar amaldagi qoidalarga muvofiq yangi ID karta olishi shart. Bu avvalo davlat tomonidan shaxsni yanada ishonchli aniqlash, xizmat ko'rsatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ma'lumotlar xavfsizligini oshirish maqsadida qilinmoqda. Hozirda pasportingizning muddati o'tgan bo'lsa, u bilan hech qanday rasmiy operatsiya qila olmaysiz. Masalan, bankdan pensiya ola olmaysiz, davlat xizmatlaridan foydalanish, uy joy sotdi qila olmaysiz, hatto mamlakat ichida ham poyezd yoki samolyotga chiqa olmaysiz. Bu juda jiddiy o'zgarish. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Kim tashvishlanishi kerak va kimga xavotirlanishga hojat yo'q. Bu savolga aniq javob berish uchun siz pasportingizni olib, uni diqqat bilan ko'rib chiqishingiz kerak. Nima bilishingiz kerak? Birinchidan, agar sizning pasportingiz eskicha, yashil kitobcha shaklida bo'lsa, u allaqachon o'z kuchini yo'qotgan. Ya'ni siz zudlik bilan yangi ID karta olishingiz shart. Bu borada hech qanday ikkilanish yoki kutish bo'lishi mumkin emas. 2022 yil 1 yanvardan beri bunday pasportlar yaroqsiz deb topilgan. Ikkinchidan, agar sizda biometrik pasport bo'lsa, ya'ni ko'k rangli ichida chipi bor pasport bo'lsa, uning berilgan sanasiga e'tibor bering. Odatda biometrik pasportlar 10 yil muddatga beriladi. Misol uchun, agar pasportingiz 2015 yilda berilgan bo'lsa, uning amal qilish muddati
2025 yilda tugaydi. Shuningdek, hukumat qaroriga ko'ra 2011 yildan 2020 yilgacha berilgan barcha biometrik pasportlar 2020 yil 1 yanvargacha amal qiladi. Bu shuni anglatadiki, hatto pasportingizning ichida muddat 2026 yil deb yozilgan bo'lsa ham, 2020 yilgacha baribir uni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, sizning biometrik pasportingizning muddati yaqinlashayotgan bo'lsa yoki u 2020 yilgacha o'z kuchini yo'qotsa, yangi ID karta olishga tayyorlanishingiz lozim. Kim tashvishlanishi kerak? Misol 1. O'zi 70 yoshda bo'lgan Oysha buvi haqida tasavvur qiling. Uning pasporti eski namunadagi yashil kitobcha. Oxirgi marta 1999 yilda pasport olgan. Uning eski pasporti shunchaki xotira bo'lib qolgan. U pensiyasini bank kartasiga oladi, lekin kun kelib bank filialiga borib biror ma'lumotni o'zgartirish kerak bo'lganda uning pasporti yaroqsiz bo'lib olishga to'g'ri. Uning pasporti yaroqsiz bo'lganligi sababli unga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishlari aniq. Bu holatda Oysha bu darhol davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, yangi ID karta olish shart. Agar u shoshilmasa pensiyasini olishda, shifoxonada ro'yxatdan o'tishda yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda jiddiy muammolarga duch keladi. Masalan, uning nabirasi uni ziyorat qilish uchun kelib, biror joyga sayohat qilishni taklif qilsa, pasporti yaroqsiz bo'lganligi sababli poyezd yoki samolyot chiptasini sotib ola olmaydi. Bu kichik bir ko'rinishdagi muammo bo'lib tuyulishi mumkin, lekin aslida juda ko'p noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Misol 2 Ahmad bobo 65 yoshda. U 2014 yilda biometrik pasport olgan va uning pasportidagi amal qilish muddati 2024 yil deb ko'rsatilgan. U shunday deb o'ylaydi. Mening pasportim biometrik, demak, muddati 2020 yilda tugaydi. Hali vaqt bor. Yo'q, Ahmad bobo, siz xato qilasiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 2011 yildan 2020 yilgacha berilgan barcha biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvargacha amal qiladi. Bu degani, agar sizning pasportingiz muddati 2024 yilda tugasa, sizda yaqin vaqt ichida uni yangi ID kartaga almashtirish zarurati bor. Kutib o'tirmasdan hozirdanoq chora ko'rishingiz kerak, chunki oxirgi muddatga yaqinlashgan sari markazlarda navbatlar ko'payishi, hujjat topshirish jarayoni murakkablashishi mumkin. Tasavvur qiling, u o'zining uyini qayta rasmiylashtirish yoki biror notarial harakatni amalga oshirish niyatida. Agar uning pasportining muddati tugagan bo'lsa, notarius unga xizmat ko'rsatmaydi va u unga xizmat ko'rsata olmaydi. Natijada katta pul yo'qotishi yoki imkoniyatni qo'ldan boy berishi mumkin. Misol 3 Xolida xola 6 yoshda. U biometrik pasportiga ega. Pasporti 2028 yilda berilgan bo'lib, uning amal qilish muddati 2028 yil deb ko'rsatilgan. Xolida xola nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Chunki uning pasporti 2030 yilgacha amal qiladigan pasportlar toifasiga kiradi. Ammo u ham 2030 yil 1 yanvargacha yangi ID karta olishi kerak. Bu degani uning oldida hali 5-6 yil bor. Lekin bu muddatni shunchaki kutib o'tirmasdan imkoni bo'lganda qulay paytda yangi ID kartaga almashtirib olishi maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, uning farzandlari yordami bilan yilning salqin faslida yoki markazlarda navbatlar kamroq bo'lgan paytda ushbu ishni amalga oshirishi mumkin. Kutilmagan safar yoki favqulodda hujjat ishini bajarish zarurati tug'ilib qolishi mumkin. Shunday paytda muddati yaqinlashib qolgan pasport muammo tug'dirishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. Hozircha agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 1-2 yil ichida yangi ID karta olgan bo'lsangiz, demak, sizning hujjatlaringiz tartibda. Yangi ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va ular zamonaviy tizimga to'liq integratsiyalashgan. Masalan, 32 yoshli Dilshod aka tasavvur qiling, u 2023 yilda 32 yoshga to'lganida 25 yoshdan keyingi biometrik pasporti muddati tugagani sababli yangi ID karta olgan. Uning ID kartasi 2030 yilgacha amal qiladi. Demak, u yaqin 9-10 yil davomida pasport masalasida hech qanday xavotir olmasa bo'ladi. Uning hujjatlari zamonaviy talablarga to'liq javob beradi va u barcha davlat xizmatlaridan hech qanday cheklovlarsiz foydalana oladi. Shuningdek, agar sizning biometrik pasportingiz 2020 yilda yoki undan keyin berilgan bo'lsa, siz ham hozircha xavotir olmasangiz bo'ladi. Chunki bu pasportlar 2020 yilgacha emas. Balki berilgan sanadan boshlab 10 yil muddatga amal qiladi. Ya'ni siz ID kartaga o'tish jarayonining bir qismi sifatida yangi namunadagi pasport olgan hisoblanasiz. Endi esa istisnolarga
e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan holatlarga va ba'zi noaniq jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu jihatlar ham juda muhimdir. Istisnolar va e'tibordan chetda qoladigan nuanslar. Bir, kasallik tufayli yoki yotoqda yotgan fuqarolar uchun qulayliklar eng muhim istisnolardan biri shundaki, agar fuqaro og'ir kasalligi tufayli davlat xizmatlari markaziga shaxsan bora olmasa yoki yotoqda yotgan bo'lsa, uning ID kartasini rasmiylashtirish uchun xodimlar uyga chaqirilishi mumkin. Buning uchun fuqaroning yaqinlari davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, tegishli tibbiy ma'lumotnomani taqdim etishlari lozim. Xodimlar fuqaroning yashash joyiga borib, hujjatlarni rasmiylashtirish, biometrik ma'lumotlarni olish va ID kartani topshirish ishlarini amalga oshiradilar. Bu juda insonparvar yondashuv bo'lib, jismoniy imkoniyat cheklangan fuqarolarimiz uchun katta qulaylik yaratadi. Bu xizmat uchun qo'shimcha to'lov undirilishi mumkin, lekin bu albatta shaxsning qiyin ahvolini hisobga olgan holda juda qulay yechimdir. 2. Xorijda yashovchi fuqarolar, agar sizning yaqinlaringiz yoki tanishlaringiz xorijda istiqomat qilsa va ularning pasportlari muddati tugagan bo'lsa, ular O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklariga murojaat qilishlari mumkin. Elchixonalar va konsulliklar ham ID kartalarini rasmiylashtirishga yordam beradi. Bu jarayon mamlakat ichidagi nisbatan biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan murojaat qilish tavsiya etiladi. Ular internet orqali elchixonaning saytiga kirib, hujjatlar ro'yxati va qanday tartibda topshirish kerakligi haqida ma'lumot olishlari mumkin. Ba'zi hollarda oldindan ro'yxatdan o'tish talab etilishi mumkin. JSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamining ahamiyati. Yangi ID kartalar to'liq JSHIR tizimiga bog'langan. Agar sizda hali JSHIR bo'lmasa yoki eski pasportingizda u ko'rsatilmagan bo'lsa, ID karta olishda bu raqam avtomatik ravishda beriladi. Bu raqam barcha davlat xizmatlaridan foydalanishda asosiy identifikator bo'lib xizmat qiladi. Uni eslab qolish yoki biror joyga yozib qo'yish juda muhim. Bu raqam sizning har bir ma'lumotingizni markazlashtirilgan tizimga bog'laydi va kelajakda hujjatlar bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi. 4. Muddat o'tkazib yuborishning oqibatlari pasportni o'z vaqtida almashtirmaslik ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni sizga jarima qo'llanilishi mumkin. Odatda bu jarima bazaviy hisoblash miqdorining 0,5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lishi mumkin. Pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun bu ancha sezilarli miqdor bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar muddatini o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Jarima qo'llanilgandan keyin ham pasport almashtirilishi shartligini unutmang. Bu shuni anglatadiki, siz nafaqat jarima to'laysiz, balki pasportni yangilash uchun ham harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Jarima miqdori pasportning qancha muddat o'tkazilganiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. 5. Pensiya olishda muammolar. Agar sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, bank yoki pochta bo'limlari sizga pensiya berishdan bosh tortishi mumkin. Bu juda jiddiy muammo, chunki pensiya ko'plab pensionerlarimiz uchun asosiy tirikchilik manbai hisoblanadi. Pensiyaning to'xtab qolishi yoki uni ola olmaslik odamning hayotiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu bilan oziq-ovqat, dori-darmon kabi zaruriy ehtiyojlar qondiriladi. Ba'zi holatlarda pensiya kartasidagi pulni olishda ham pasport talab qilinishi mumkin. Ayniqsa bank filialida katta miqdorda naqd pul olish yoki bank xizmatlari bilan bog'liq boshqa operatsiyalarni bajarishda. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? 1. Pasportingizni tekshiring. Avvalo, pasportingizni qo'lingizga oling va uning turini, eski, yashil kitobcha yoki biometrik ko'k va amal qilish muddatini tekshiring. Agar u eski namunadagi bo'lsa, darhol keyingi qadamlarga o'ting. Agar u biometrik bo'lsa, berilgan sanasiga va pasportdagi yozilgan tugash sanasiga e'tibor bering. Esingizda bo'lsin, 2021-2020 yillarida berilgan biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvargacha amal qiladi. Agar sizniki bundan keyingi sanalarga mo'ljallangan bo'lsa, sizda hali biroz vaqt bor. 2. Qayerga borish kerak? Yangi ID karta olish uchun siz eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz kerak. Bu joylar har bir tumanda va shaharda mavjud bo'lib, hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha juda qulay sharoitlar yaratilgan. Markazlarda navbatlar elektron tizim orqali boshqariladi. Shuning uchun ko'p vaqt kutib qolmaysiz. Shuningdek,
ichki ishlar bo'limlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari sobiq o'g'ri ham ushbu xizmatni ko'rsatadi. Ammo DXMlar ko'proq qulaylik taklif qiladi. O't. Qanday hujjatlar kerak? ID karta olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Eski pasportingiz yaroqsiz bo'lsa ham uni topshirishingiz shart. Agar yo'qotgan bo'lsangiz, bu haqda ariza yozasiz. Ariza, uni Davlat xizmatlari markazida to'ldirasiz. Blankalar shu yerda mavjud. Sizga xodimlar yordam beradi. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Hozirgi kunda davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 9%ni tashkil etadi. Bu miqdor muntazam ravishda o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun DXMga borishdan oldin aniq summani aniqlab olish tavsiya etiladi. Odatda DXMda yoki uning yaqinida bank kassalari yoki to'lov terminallari mavjud bo'ladi. Odatda qo'shimcha fotosurat talab qilinmaydi. Chunki biometrik ma'lumotlar, barmoq izi va raqamli fotosurati joyida olinadi. Ammo ehtiyot shart, bir nechta fotosuratni o'zingiz bilan olganingiz ma'qul. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, tug'ilganlik haqida guvohnoma agar mavjud bo'lsa, kabi hujjatlarning asl nusxalari ham kerak bo'lishi mumkin. Garchi ular har doim ham talab etilmasa-da, ularni o'zingiz bilan olib borish ortiqcha bo'lmaydi. Bu hujjatlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun xizmat qilishi mumkin. Qanday qilib ariza yozish kerak? Davlat xizmatlari blankani to'ldirishda yordam beradi. Unda shaxsiy ma'lumotlaringiz, oldingi pasportingiz ma'lumotlari, doimiy yashash manzilingiz va boshqa kerakli ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ariza to'ldirishda sizga yordam beradigan xodimlar mavjudligi sababli xavotirlanishga hojat yo'q. Ular har bir qadamda sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. 5. Qancha vaqt ketadi? Odatda yangi ID karta 10 ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Agar sizda shoshilinch bo'lsa, qo'shimcha haq evaziga 2 ish kuni ichida yoki hatto 2 ish kuni ichida ham tayyorlash imkoniyati mavjud. Bu albatta shaxsiy ehtiyojlaringizga bog'liq. Masalan, agar siz yaqinlar safarga chiqishingiz kerak bo'lsa, shoshilinch xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Ammo agar bunday shoshilinch ehtiyoj bo'lmasa, odatdagi muddatda kutish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. 6. Oilaviy yordam. Agar sizning oila a'zolaringiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringiz bo'lsa, ulardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga hujjatlarni tayyorlashda, DXMga borishda va jarayonni tushunishda yordam berishlari mumkin. Bu jarayonni birgalikda amalga oshirish ancha oson va tez kechadi. Farzandlar va nabiralar ko'pincha elektron xizmatlar va hujjatlar bilan ishlashda tajribaga ega bo'ladilar. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda Biznes pasportlarga oid muhim yangiliklarni, ayniqsa 6-2 yoshdan oshgan pensionerlarimiz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin. Bu faqat birgina hujjatni almashtirish emas, balki kelajakda sizni kutayotgan ko'plab qulayliklar va muammolardan xalos bo'lishdir. Eski pasportlaringizning amal qilish muddati cheklanganligi, ayniqsa yashil kitobcha pasportlar mutlaqo yaroqsiz bo'lganligi haqidagi ma'lumotni eslab qoling. Yangi ID karta olish jarayoni davlat xizmatlari markazlarida soddalashtirilgan va qulay qilib tashkil etilgan. O'z vaqtida chora ko'rish orqali siz turli xil noqulayliklardan, jumladan jarimalardan va pensiya olishdagi muammolardan qutulasiz. Bu ma'lumotlarni o'zingiz bilib olishingiz bilan birga oila a'zolaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga, tanish-bilishlaringizga ham yetkazing. Balki ular ham bu yangiliklardan bexabar bo'lishlari mumkin. Ularning hayotini osonlashtirishga yordam bergan bo'lasiz. Videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning pasportingiz holati qanday? Yangi ID karta oldingizmi? Bu jarayon haqidagi o'z tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.